هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 39. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nur suresi 39. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovondagi sarabga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yenida ko'z tutug'ichi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishiga tegishli jazo beradi. Alloh tez hisob olg'ichidir. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat do'lqinlar va do'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lg'ichi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'ra olmaydi. Allah nur ata qilmasa kim bo'lmasin nurni ko'ra olmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. İki turli kafir uchun keltirilgan ikki misol to'g'risida. Xuddi Alloh taolo Sura Baqarada munofiqlarga o't bilan yomg'irning misolini va Sura Ra'dda dillarida hidoyat ve bilim orun ağan kişilerge ot bilen yağmurunun misalını keltirgendek, bu yerde mu iki türlük kafirga iki misalını keltirdi. Biz münafıklar bilen dillerde hidayet ve bilim orun alganlarının misallarını öz ornada bayan kılıp ötken edik. Şun bu yerde kayıt bayan kılıp olturmayımız. Allah Teala'ga hamd sanalar olsun. Bu yerde kafirlar keltirilgen bu iki misalning birincisi bo'lsa, amaliyatda hech qanday foydali ish ustida bo'lmasa-mu, o'zlarini yaxshi amallarni qilyapmiz va to'g'ri e'tiqodimiz deb o'ylaydigan, to'g'ri e'tiqod demiz deb o'ylaydigan, boshqalarni kofirlikka chaqiradigan kofirlarga keltirilgan misoldir. Bu kofirlarning misoli izzatqiga o'xshaydi. Izzatqini usab qolgan odam ko'rsa, onu su deb gumon qiladi da ichkili baridi. Uning yeniga borganda bo'lsa, uni topolmaydi. Shuningdek, kofirmu o'zini yaxshi amal ibodatlarni qildim va foydali ishlarga erishdim deb gumon qiladi. U qiyomat kuni Alloh taolaning oldiga borganda, Alloh taolo uning bilan hisoblashganda va qilmishlaridan so'raganda özünün qilgan yaxshi ishlarining biriningmi qabul bo'lmaganligini ko'rdi. Qabul bo'lmasligi ixlosning bo'lmaganligidan yoki qilgan ishlarining shariatning o'lchimiga tushmaganligidandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib etamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarni yo'q chiqaramiz. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. U Allohning o'z amalining yenida ko'zi tutug'ichi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishlariga tegishli jazo berdi. Alloh tez hisob olg'ichidir. Bu vaqtda Ubay ibn Ka'b, Ibn Abbas, Mujahid, Qatada va boshqalarmi shundaq dedi. İmam Buxoriy ve Müslim mundaq bir hadis rivoyat qiladi. Qiyomat kuni Yahudilarga
sizlar nimaga ibodat qilgan edinglar deyiladi. Ular Alloh taolaning o'g'li Uzayriga ibodat qilgan edik deydi. Ularga Alloh taolaning bolasi yo'q bo'lsa, sizlar yolg'on aytdinglar. Sizlar nima talab qilasizlar deyiladi. Ular ey Robbimiz, biz ustab ketdik. Bizga suv bergan bo'lsang deydi. Ularga qarmamsizlar. Ularga qaramamsizlar deyiladi. Shuning bilan o't ularga töp-töpiga qatlanib kelgan izitqudek qilinib ki berildi. Ular uni suv deb gumon qilib o't tarafga bordi-da, bir-birlab o'tning ichiga tushdi. Mana bu haqiqatga qarshilik qilgan tarsa nadan kafirga keltirilgan misoldir. Ammo oddiy nadan kafirlar bo'lsa, tili tutuq nadan boshbo'g'ichi kafirlarga ergishadigan, boshbo'g'ichi kafirlarga ergishadigan, bir narsa o'ylamaydigan gaz va gachidir. Alloh taolo uning misoli to'g'risida mundaq dedi. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qor bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'uliklarga giribtar bo'lg'ichi qo'lini uzatsa, barmoqlarini ko'rolmaydi. Mana bu oddiy, nadan, başlap manqıçısıga qandaq yo'lga başlaganlıq ustida o'ylamay qarg'ulachi ergishadigan va başlagan yo'lga mangadigan kafirning qalbining misolidir. Bu kafirning hali bu temsilde nihoyat ochiq bayon qilingandir. Uningga nega mangding deb so'ralsa, ular bilan birga mangdim deb javob berdi. Uning yana qayaga borsan deb so'ralsa, u bilmayman deydi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ubay ibn Ka'b mundaq deydi. U tövendeki 5 xil qorong'ulikning ichida aylanib yurdi. Ya'ni uning so'zi ish, kirishi, chiqishi qorong'ulikdir. Ve qiyomat kuni boradigan yerning Devzaqning qorong'uliklaridir. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va Rabi ibn Anaslamu shundaq dedi. Allah nur ata qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidayet qilmagan odam hargiz hidayet topmaydi. Ya'ni Allah Teala kimni hidayet qilmasa, u halak bo'lg'uchidir. Nadan qolg'uchidir. Gangirab qolg'uchidir va kafir bo'lg'uchidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah azdurgan kishini hidayet qilg'uchi bo'lmaydi. Allah Teala mu'minlar to'g'risida mundaq dedi. Allah xalagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga ergishishiga muvaffaq qiladi. Biz katta Allah Teala'dan dillarimizda, o'ng va so'l taraflarimizda nur qilishini va nurlarimizni katta qilib berishini so'raymiz. Amin. Allah'a osmonlardagi va zimindagilarning va qanotlarini kaygan alda uchib ketayotgan qushlarning tasbih aytganligini sen bilmamsan? Allah her mahlukning duasini ve tasbihini biladi. Allah ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxir qaytadigan joyi Allohning dargohidir.
barliq narsalarning Alloh taologa tasbih etadiganligi va podshohlikning Alloh taologa xos ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda osmonlar va zimindagi farishtalar, insonlar, jinlar, hayvonlar, hatto jonsiz narsalarning Alloh taologa tasbih etadiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: 7 osmon, zimin va ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhisini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Allohga osmonlardagi va zimindagilarning va qanotlarini kiygan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih etganligini sen bilmamsan? Ya'ni qushlar uchib ketib Rabbiga tasbih etadi va Alloh taolo ularning dillariga sağan tasbihlarni etib Alloh taologa ibodat qiladi. Alloh taolo ularning nima da'vatqanini obdan biladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Allah her mahluqning duosini va tasbihini biladi. Ya'ni Alloh taolo har biriga Alloh taologa ibodat qilishda ularga munosib keladigan yo'lni ko'rsatdi. Ondan Alloh taolo o'zining osmon va zimindagi narsalarning hammasini bilib turadiganligidan va o'ziga shu narsalardan birining maxfiy bo'lmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi: Allah ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. Ondan Alloh taolo osmon va ziminning podshohligi o'ziga xos ekanligi, o'zining hukm qilguchi, xohlaganni qilguchi, ibodat qilinishga yolg'iz o'zi loyiq ekanligi va qilgan hukmiga hech kishining qarshi tura olmaydigan zot ekanligidan xabar berib mundaq dedi: Osmonlarning va ziminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxiri qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Ya'ni ularning qiyomat kuni qaytadigan joyi Alloh taolaning dargohidir. Ondan Alloh taolo u kunda yamanlarni jazolash va yaxshilarni mukofotlash uchun xolig'ini bilan hukm chiqaradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah yamanlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlar chiroyli mukofot berdi. Ya'ni Alloh taolo yaratquchi va podshoh zotdir. Bilinglarki, osmonlarning va ziminlarning podshohligi Alloh taologa xosdir. Dunyo va oxiratdagi hamd sanolar Alloh taologa bo'lsin. Ko'rmamsanki, Allah bulutlarni haydaydi. Ondan ularni bir-biriga qo'shidi. Ondan ularni toplaydi. Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazdi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalariga ziyon yetkazdi. Va uning ziynidan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarag'uvchilarni ko'zlaridan ayirib etkili tas qildi. Allah kechi bilan kunduzni almashtirib turdi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Alloh taolaning bulutlarni va uningga munosabatli ishlarni yaratganligini eslatganligi to'g'risida. Alloh taolo qudrati bilan bulutlarni haydaydiganligi, u chaqda ularning ojiz holat ekanligi, ondan ularni bir-biriga qo'shadiganligi, ondan ularni toplaydiganligi va yomg'ir yog'diradiganligidan xabar berib mundaq dedi: Ko'rmamsanki, Alloh bulutlarni haydaydi, ondan ularni bir-biriga qo'shadi, ondan ularni toplaydi. Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh.
Ubayda ibn Umayr Laysi mundaq dedi. Allah Taala qo'zg'ag'uvchi shamolni avatidi. U zaminni sipab mangadi. Ondan paydo qiluvchi shamolni avatidi. U bulutlarni paydo qiladi. Ondan qo'shqichi shamolni avatidi. U bulutlarni bir-biriga qo'shadi. Ondan haydiguchi shamolni avatidi. U bulutlarni haydaydi. Subhanalloh. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazadi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalarga ziyon yetkazadi va uning ziynidan xohlagan odamni saqlaydi. Bu oyatning ikki xil tafsiri bordir. Birinchi tafsiri Allah Taala osmondan yomg'ir va mo'ldir yog'dirib, uni xohlagan kishiga uning ziroati, mevasi va chorvalarini sug'urishi uchun rahmat qilib yetkazadi va xohlagan kishiga yomg'irni kechiktirdi. Ikkinchi tafsiri Allah Taala osmondan yomg'ir va mo'ldir yog'dirib, uni xohlagan kishiga uning ziroati, mevasi, chorvalariga ziyon selish uchun azob qilib yetkazadi va xohlagan odamni uning ziynidan saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarg'uchilarni ko'zlaridan ayirib etkili tasqaladi. Ya'ni chaqmoqning yo'riqi kuchlikligidan uningga qarg'uchilarni ko'zlaridan ayirib etkili tasqaladi. Allah kechi bilan kunduzni almashtirib turadi. Ya'ni Allah Taala u ikkisida xohlaganini qilguchidir. Hatto u ikkisi barobar bo'lish uchun uning uzunligidan elib buning qisqaligiga qo'shadi. Ondan qisqasi uzun va uzuni qisqa bo'lish uchun uningdan elib buningga qo'ydi. Allah Taala mushunda qilishda buyruqi, hukmi, g'olibligi va ilmi bilan ish ko'rguchidir. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Ya'ni buningda aql egalari uchun albatta Alloh taolaning kattaligini ko'rsatadigan faktlar bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Tövendeki ayet ve bunundan keyin kelgan ayetler bu haqda kelgan ayetlerdir. Allah her bir candarni suvdan yarattı. Ularning ba'zisi qo'sqi bilan mangadi, ba'zisi 2 puti bilan mangadi, ba'zisi 4 put bilan mangadi. Allah xohlagan mahluqotlarni yaratadi. Allah hakikaten her narsaga qodirdir. Allah Teala'nın canlıqlarını yaratganlık doğrusida. Allah Teala şekilleri, renkleri, hareketleri ve hareket qilmay jim turishları o'xshamaydigan her xil hayvonlarni bir xil suvdan yaratgan. Katta qudratini ve cho'ng hukmronligini asıltib mundaq dedi. Allah her bir candarni suvdan yarattı. Ularning ba'zisi qo'sqi bilan mangdi. Masalan, yılan ve şunun tipidagi hayvonlarga o'xshash. Ba'zisi 2 put bilan mangdi. Masalan, inson va qushlarga o'xshash. Ba'zisi 4 put bilan mangdi. Masalan, 4 putlik hayvonlarga o'xshash. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Allah xohlagan mahluqotlarni yaratadi. Ya'ni qudrati bilan xohlaganini yaratadi. Chunki Alloh taolaning xoligini bo'ladi, xolimig'ini bo'lmaydi. Şuna Allah Teala mundaq dedi: Allah hakikaten her narsaga qodirdir. Şübhisiz ki biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Allah Teala bu oyatda o'zining Qur'onda nurg'unlagan hukm, hikmat, ochiq va tushunishlik misollarni bayon qilganligini va aql egallarini ularni tushunish va bilishga yetaklaydiganligini bayon qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi.
Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Nur tefsirinden 46. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.